O'quvchilar, bugun sizlar bilan suvni asrash mavzusida dars o'tamiz. Darsimiz avvalida suv hayotimizda o'zi qanaqa o'rin tutadi? Umuman suvni nima uchun asrash kerakligi to'g'risida sizni fikrlaringizni bilib olmoqchiman. Qani, marhamat qilib fikrlaringizni bildiringchi. Suvni tejab ishlatish kerak. Agar suvni isrof qiladigan bo'lsak, kelajakdagi avlodlarga suv yetmay qolishi mumkin. Suv hayot manbai bo'lib, insoniyat va tabiat mavjudligi uchun eng muhim resurslardan biridir. Biroq bugungi kunga kelib, suv global muammoga aylanib bormoqda. Iqlim o'zgarishi ham suv manbalariga juda katta ta'sir o'tkazadi. Muzliklarning erishi, masalan, yog'ingarchilikning rejimi o'zgarishi va qurg'oqchilikning ko'payishi suv muammosiga katta ta'sir o'tkazadi. Aholi sonining ortishi, iqlimning o'zgarishi va suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish hayotimizdagi katta muammolarga olib kelyapti. Suv hayot manbai bo'lib, barcha tirik mavjudotlar uchun bebaho ne'mat hisoblanadi. Shuning uchun suvni tejab ishlatish har bir insonning burchidir. Suvni tejash oddiy kundalik odatlardan boshlanadi. Kranni behuda ochiq qoldirmaslik, suvdan me'yorda foydalanish, sug'orishda tejamkor usullardan foydalanish orqali katta foyda keltirish mumkin. Shuningdek, suv manbalarini ifloslantirmaslik ham muhim vazifalardan biridir. Har bir tomchi suv qadrli ekanligini anglashimiz zarur. Bugungi kunda kelib, suvni ko'pchilik isrof qilishyapti. Shuni oldini olish uchun biz suvni kam ishlatishimiz zarur. Barakalla o'quvchilar, mana sizning hozirgi fikrlaringizdan aynan ichimlik suvdan, ayniqsa oqilona foydalanish to'g'risidagi bilimlaringizni eshitib, men xursand bo'ldim. Endi esa yana bir fikrlarimizni umumlashtirib olamiz. Suv demak inson hayotida juda ham katta o'rin tutar ekan, to'g'rimi? Ya'ni suvsiz tiriklik mavjud bo'lmas ekan. Inson uchun havodan keyingi eng birinchi ehtiyoji nima ekan? Suv inson uchun eng asosiy tiriklik manbai ekan. Demak, bugungi bizning vazifamiz nima? Suvni birgalikda asrab-avaylash. Suvni tejash uchun qanday usullardan foydalansak bo'ladi? Va siz hayotda qaysi holatlarda suvni behudaga isrof qilinayotganlik holatlarini kuzatasiz? Mana shu ko'chada ketayotgan paytda shanlardan suv oqishi, jo'mraklardan suv ochilib turishini ko'rganimda suvni asrab bo'layotganiga amin bo'laman. Ichimlik suvi jo'mraklariga ulab mashinalarni yurtganlarini ko'rishimiz mumkin. Bunda esa juda ko'p suv isrof bo'ladi. Ko'p hollarda biz yana yozgi kunlarda hovlilarda gilamlarni o'zlari yuvamiz deb juda ko'p suvni isrof qilib yuborishadi. O'quvchilar, fikrlaringiz juda ham to'g'ri. Haqiqatda bugun biz birgalikda mana shu holatlarga qarshi kurashishimiz, eng qimmatli va muqobili yo'q bo'lgan suvimizni bugun asrab-avaylashimiz kerak. Bugungi darsimizdan xulosalaringizni, bilimlaringizni yana ham mustahkamlab olishingiz uchun hozir sizga videorolik namoyish etamiz. Suv Alloh tomonidan berilgan ne'matdir va biz buni shukr qilib oqilona foydalanishimiz kerak. Bu videorolikda ko'rib turganimizdek, suv qanchalik muhimligini anglab yetishimiz darkor. Lekin bizda shuncha shart-sharoit, imkoniyatlar bo'la turib, biz suvni asramayapmiz. Va shundan xulosam shuki, biz barchamiz suvdan oqilona foydalanib, uni asrashimiz kerak. Bu rasmda biz har bir inson suvni tejashimiz va uni isrof qilmasligimiz kerak. Hattoki yomg'ir va qorlardan tushadigan suv ham bu biz uchun zarurdir. Biz ichimlik suvlardan yerlarni sug'orishni o'rniga, shunaqa yomg'ir va qordan tushgan suvlar bilan yerlarni sug'orishimiz mumkin. Har bir inson agarda suvni tejasa, bu keyingi avlodlarimiz uchun ham foydali bo'ladi. Men o'z chizgan rasmimda hozirgi davr va kelajak davrni aks ettirganman. Hozirgi davrda biz suv bilan xotirjam yashayapmiz, ammo kelajakni bizni suv tanqisligi kutib turganini hamma bilishi zarur. Suvni tejab, undan oqilona foydalansa, kelajakda suv tanqisligiga uchramaymiz. Men bu rasmda suvlar qurib, hayvonlar halok bo'layotganini chizdim. Korxonalardan chiqayotgan gaz, neftlar suvga borib
suvni saqlashyapti. Shu hozirgi kunda mavjud suvlarimizni ifloslantirishdan saqlashimiz kerak. O'quvchilar, sizga bugungi darsimiz yoqdimi? Bugungi darsimizdan, bugungi mavzumizdan, suvni asrash mavzusidan o'zingizga tegishli xulosalar chiqardingizmi? Demak, maqsadimiz nima ekan? Suvni asrash. Bugungi darsda faol ishtirokingiz uchun va ajoyib fikrlaringiz uchun rahmat. Men bugungi darsdan katta tushunchaga ega bo'ldim. Suv bebaho ne'mat, uni qadriga yetish burchimiz. Tabiatning bu ne'matini kelgusi avlodlarga ham yetkazishimiz zarur. Suvni asrash hayotni asrash demakdir. Inson uchun muhim bo'lgan suvni ehtiyojga qarab ishlatishimiz lozim. Shunday ekan, men hammani suvni asrashga, uni tejashga da'vat etaman. Men bugun suvni asrash naqadar muhim ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Agarda biz suvni tejamasdan ishlatishda davom etsak, boshqa suv tanqisligiga uchragan davlatlar qatoriga kirib qolish ehtimolimiz baland bo'ladi. Tengdoshlarimga shuni aytamanki, suvni asrash bu barchamizning burchimizdir. Suv hayot manbai. Shunday ekan, biz suvni tejaylik va asraylik. Suv bu hayot manbai. Dunyoning ayni global muammosi. Buning uchun bizning maktabimizda Suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati vakillari o'quvchilarimizga ochiq darslar, suvni asrash mavzusida juda ham foydali ma'lumotlar berishdi. Biz bu jamiyat bilan ko'p yildan beri hamkorlik qilyapmiz. Har bitta O'zbekiston fuqarosi suvni asrash kerak deb o'ylaymiz. Bu har bitta shaxsning burchi deb hisoblayman. Bizning bu hamkorligimiz har bitta o'quvchi uchun suv haqida bilim va tayanch bo'la oladi.